Qanaqadir do'llarimiz bismillah deb bo'lmasam ishni boshladik. Iltimos qilamiz videomiz boshidan bir donigina o'z like'ingizni bosib qo'ying. Iloji bo'lsa agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna tugmasini bosib qo'ying. Kelgusi videoda qanaqa texnikalar chiqaraylik izohlarda fikringizni qoldirgan holda bizni kuzatishda davom eting. Videolarni albatta oxirigacha ko'rib boring. Oxirida eng saralarini ko'rsaman. Albatta videomiz boshidan mini traktorlardan boshlaymiz albatta. Qani biz boshladik. Qadrdonlarim, Chimkent 404 mini traktor sotiladi. Holati ideal agregatorlari bor, holati yaxshi, narxi 8000 dollar. Albatta kelishilgan holda manzil Farg'ona. Qadrdonlarim, buni holati idealni bo'lgan texnikamiz albatta sotuvga tayyor holatda 8000 dollar. Kimgadir qiziq bo'lsa, Chimkent 404imiz telefon raqamlari bilan oxirgi postlarimizga, Telegram kanalimizga joylab qo'ydim. Albatta o'tib olsangiz bundan da sara texnikalarni ko'rasiz. Bunga qiziqayotgan bo'lsangiz albatta bunaqa ma'lumotlar bilan turibdi. Qadrdonlarim, savdogarning javobgar emas, meni texnikalarning yana bittasini ko'rsaman. Buning uchun bizga obuna bo'lib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Albatta e'tiboringizga Chimkent 304. Yuqorida ko'rsatgan texnikamiz Chimkent 404 edi. Buning yili 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi holatda, barcha agregatorlari bor va prinsipi ham bor, tayyor holatda. Hammasini ichiga narxini 5500 dollarga qilib beraman dedilar va kelishamiz ham deb akamiz qoldirgan. Qadrdonlarim, buni nomerini, telefon raqam, manzillarini qoldirdim ekraningizda. Manzil Namangan, Popda ekan. Albatta namanganlik akalar, videoga bir donigina like'ingizni qizg'onmasdan bosib qo'ying, bizga obuna bo'ling. Albatta sara texnikalarni ko'rish uchun telefon raqamlar 94 kod bilan 276 35 55. Savdogarning javobgar emas, qadrdonlarim bilasizlar. Albatta bizda faqat reklama xizmatlari. Kimdir texnikani ko'rsatmasdan turib pul tashlab bering desa hech qachon ishonmanglar. Sababi albatta texnikani ko'rib, savdolashib, keyin albatta olishinglarni tavsiya qilaman. Bu albatta texnika bozorim kanali obunachilar uchun ajoyib tavsiya. Biz davom etamiz. Qadrdonlarim, zil so'raganlar ham oramizda anchagina. Zil, Shakman texnikalardan albatta e'tiboringizga bitta zilni ko'rsatmoqchiman. Albatta bizni kuzatishda davom etsangiz, Shakmandan tortib kombayn, ekskavator, bakkurchiklargacha ko'rsataman. Zil sotiladi. 1981-yilda ishlab chiqarilgan, metan gazlari qo'yilgan, holati yurib turibdi. Idealni demasa ham bo'ladi, lekin yurib turgan holatda texnika. Balon holati zo'r, narxini 28 million, albatta noto'g'ri eshitmadingiz, 28 million so'm deyapmiz debdi. Albatta manzil Qo'qonda ekan. Qolgan ma'lumotlarni telefon orqali albatta kelishib savdolashib olamiz dedilar. Albatta savdosi ham bor. 33 kod bilan 013 94 95 telefon raqamlariga bog'lansanglar, albatta chiroyli narxlarda akamiz qilib beradi. Savdogarning javobgar emas, biz davom etamiz. Albatta bizga obuna bo'lib qo'ying. Sara texnikalarni ko'rish uchun videolarni oxirigacha ko'rib boring. Men esa e'tiboringizga bitta ajoyib Shakman ko'rsaman. Buning uchun albatta bizga obuna bo'lib qo'ygan bo'lishingiz kerak. O'sha yerda bitta pauza qiling va izohlarda fikringizni yozing. Kelgusi videoda qanaqa texnikalar chiqaray. Shakman sotiladi. 2012-yilda ishlab chiqarilgan, yoqilg'isi Salarka ekan. Qadrdonlarim, buni holati yaxshi, yurib turgan texnika, balonlari 50-60% yaxshi holatda, motorlari zo'r, yaxshi turibdi, yurib turgan holati yaxshi. Korobkalarga keladigan bo'lsak, hali hech qayerda hech qanaqa muammosi yo'q, chiqarib olmaydi debdilar. Narxini 25 ming dollar deb baholagan. Albatta kami bor. Andijonlik akalar bormisizlar? Videoga bir donigina like bosib qo'ying. Manzil Andijon viloyati Xo'jaobod tumanida ekan. Telefon raqamlar 90 kod bilan 221 telefon raqam qoldirgan. Faqat realni oladiganlar aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Iltimos qilamiz, bekorga bezovta qilmagan holda. Va bundan da sara texnikalarni ko'rish uchun bizni Telegram kanalimiz bor. Albatta do'stlar, Telegram kanalimizga o'tib olib obuna bo'lib qo'ysalar bo'ladi. Telegram kanalimiz manzili YouTube kanali biyosida turibdi. Hamma o'tib olib obuna bo'lib qo'ysalar bo'ladi. Men esa e'tiboringizga MTZ 892 dan ko'rsaman. Albatta bunaqa texnika juda ko'p akalarimiz so'ragan, shu sababli albatta buni e'tiboringizga ko'rsatib o'tib ketmoqchiman. MTZ 892 sotiladi. Bu 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Qadrdonlarim, turbina motor 3 korpus plugi bilan beriladi. 330 million so'm degan ekan narxini va biz qiziqqanlarga albatta telefon raqamini ham ekran yuziga qoldirib ketdik. Balon holatlarini ko'rsanglar bo'ladi. Albatta balon holatlari 99.9% yangi holatda. Motorlari hech qayerga kulush tegmagan, korobkalari hali shundoqqina turibdi, hech qanaqa qo'l tegmagan desa ham bo'ladi. Probiglar 0 holatda deyarli. Qadrdonlar, bunga telefon raqami 93 651 31 09. Albatta 1579 kilometr yurgan. Endi menimcha zavoddan chiqib shunaqa kelgan, shu turishda turibdi akamiz. Asrab qo'ygan texnika bo'lsa kerak. Narxi 330 million so'm. Albatta bog'lansalar bo'ladi. Savdoga javobgar emas.
Bundan tasarlarni ko'rish uchun biz albatta davom etishimiz kerak. Albatta e'tiboringizga Belarus saksonga bir texnika ko'rsataman. Saksonga bir texnika qidirib yurgan akalarimiz ham oramizda ancha munchani tashkil qiladi. Traktor Belarus saksonga bir sotiladi. Srochniy sotilishi kerak. Soz holatda turibdi. Pul zarurligi uchun sotyapmiz degan akamiz albatta holati yaxshi holatda 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Ko'p ishlamagan, balonlari deyarli 60-70% yaxshi holatda, motorlariga hali kulush tegmagan. 2015 kelgan bo'lsa, hali 10-11 yildan beri hali kulush tegmagan debdilar. Akamiz albatta rost gapirayotgan bo'lsalar, korobkalari zo'r holatda turibdi dedilar. Albatta narxini akamiz realniy oladiganlarga 120 million so'm debdilar va telefon raqam 98 958 17 10 telefon raqamlari qoldirgan. Iltimos qilamiz realniy oladiganlar aloqaga chiqsanglar bo'ladi, bekorga bezovta qilmagan holda. Albatta savdoga admin javobgar emas, sababi qadrdonlarim bizda faqat reklama xizmati, savdosini albatta o'zingiz kelishib olasiz. Biz davom etamiz. Qadrdonlarim, albatta oxirigacha videolarni ko'rishingizni tavsiya qilaman. Sababi mana bunaqa ekskavator qidirib yurgan akalarimiz videomiz boshida shunchaki o'tkazib o'rmasan, sabrli bo'lib oxirigacha kuzatsangiz, oxirida albatta siz qidirayotgan pakovchik ekskavator va kombaynlargacha ko'rsatib o'taman. Bu ekskavatorimiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Albatta bitta akamiz meni o'zimni lichkamga ham Telegramda yozgan ekan, agar bizni hozir ko'rib turayotgan bo'lsa, ezilmagan yaxshi ekskavator kerak aka deb yozgan ekan, ya'ni yangi turgan holatda H200GA brendiga tegishli xullas do'stlar. Bu 2023-yilda ishlab chiqarilgan yangi bir kubalik kavushi bilan bir kubalik kavushi srochniy sotiladi. Rastamoshka bo'lgan. Telefon raqam 50 759 88 55. Narx 72 ming dollar. Qadrdonlarim, bu hali umuman yurmagan, prosta akamizga pul zarurligi uchun sotayotgan ekan. Albatta bekorga bezovta qilmagan holda realniy oladiganlar aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Texnika qidirib yurgan akalarimiz albatta bu videoni ko'rishlarini tavsiya qilaman. Sababi biz Samsung 132 mini ekskavatorni ham e'tiboringizga ko'rsatib ketmoqchiman. Sababi do'stlar, ekskavator qidirib yurgan, mini ekskavator qidirib yurgan akalarimiz ham oramizda anchagina tashkil qiladi. Samsung 132 motor zo'r, gidravlika zo'r, raspberry zo'r, old orqa mostlar zo'r, silinderlari zo'r, kovush toshlari yangi, 6 balon kuzda qo'yilgan, yangi holatda turibdi. 80-90% yangi ishlab turibdi. Yili 96, dokumenti zo'r turibdi. 88 686 48 85 telefon raqamlari qoldirgan. Narxiga keladigan bo'lsak, 16 ming dollar, uzr do'stlar, 1600 deyapman, 16 ming dollar deyapman. Albatta kelishamiz deb qoldirgan. Bunga ham nima deymiz? Shu gap, realniy oladiganlar aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Savdoga admin javobgar emas. Sababi do'stlar, texnika haqida biz faqat shunchaki ma'lumot beramiz. Bizda reklama xizmati. Sizga ham shunaqa reklama xizmatlari kerak bo'lsa, yuqorida aytganimizdek 99 kod bilan 766 70 50 telefon raqamlariga bog'lanib, albatta reklama xizmatidan foydalanishingiz mumkin. Albatta bizga Telegramda yozguncha men esa e'tiboringizga mana bu pakovchikni ko'rsatib o'taman. Pakovchik 1.8 lik motor 11-aprelda qilingan ekan, 2026-yil noldan qilingan ekan. Hali hech qayerga hech qanday hech narsa qilmagan. Yaqinda chiqqan ekan. Chiqarilgan yili o'zi 2018, narxi 17 ming dollar. Telefon raqamlari 93 308 11 44. Tel qilsanglar batafsil ma'lumotlar uchun. Ismi Urazali ekan. Qadrdonlar, yangi motor qilingan pakovchik, hech qayerga hali hech narsa qilmagan, sababi yangi chiqqandan so'ng chiqqan bo'lsa, hozir 20 kun bo'libdi motordan chiqqaniga. Holati idealniy holatda. Albatta bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Savdoga admin javobgar emas. Ko'p gapirib o'tirmaylik, biz davom etamiz. Albatta do'stlar, shu yerga bitta bovza qilib, bir doniga like bosib qo'ying. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz qarab ko'ring. Albatta obuna tugmasini ham bosib qo'ying. Sababi e'tiboringizga men Class Dominator 130 kombayndan ham bitta ko'rsatib o'tib ketishni xohladim. Albatta buning uchun bizga obuna bo'lib qo'ygan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Va bizning Telegram kanalimizga o'tib olsangiz, bundan da sara texnikalarni ko'rib borasiz. Class Dominator 130 kombayn narxi 600 million boshida aytib o'tib ketaman. Sababi do'stlar, ko'pchilik zerikib qolmasin bizning videolarimizdan. Albatta kami ham bor. 2018-yilda ishlab chiqarilgan, motorlari ochilmagan, balonlari yangi holatda turibdi. Hamma joy radnoy. Mana balonlarni ko'rishingiz mumkin qadrdonlar. Iminni sizlar uchun alohida mana 99.9% bo'lgan Volteri, bu ham bir reklama bo'lsa kerak menimcha. Mana qanaqa brendga tegishli balonlar yaxshi holatda. Xullas do'stlar, savdoga admin javobgar emas. 99 016 12 75 telefon raqamlariga bog'lansangiz bo'ladi. Hammasi sizlar uchun. Qadrdonlarim, texnika ishqibozlari, videomiz so'ngida nima ham deyman, shuni aytamanki, iltimos qilamiz, videomizni qadrlagan holda o'z laykingizni bosing, bizni Telegramdan kuzating, bizga obuna bo'ling.
Hammasi sizlar uchun.